Xullas o'rtoqlar, biz nihoyatda qiynaladigan bir mavzu bor. Testlarda ham doim bizga muammo tug'diradi. Umuman olganda xato qilishimizga sabab bo'ladi. Sababi biz qo'shma fe'l, ko'makchi fe'l va ravishdoshni ajratolmay qiynalamiz. Chunki ularning barchasining yasalishiga deyarli bir xil asos kerak. Ravishdoshning ib, ayi qo'shimchalari. Demak, hozir buni 5 minutda farqlab berishni zo'r usulni o'rgataman men sizlarga. Birinchi o'rinda e'tibor berishimiz kerak qo'shma fe'llar. Qo'shma fe'llar ikki xil usulda hosil bo'ladi. Fe'l bo'lmagan so'z plus fe'l, ya'ni fe'l so'z turkumiga mansub bo'lmagan istalgan so'zga qil, et, bo'l, ber, chek kabi so'zlarni qo'shadigan bo'lsak, qo'shma fe'l hosil bo'ladi. Ularni qo'shma fe'lligini qanday ajratamiz? Agar so'roq berganimizda ular umumiy bir so'roqqa javob bo'lsa, bunday birikmalar qo'shma fe'l hosil qilgan bo'ladi. Masalan, men kichkinagina mushukchalarni tutqunlikdan ozod qildim desam, nima qildim? Ozod qildim. Men kichkinagina mushukchalarni qildim deya olmaymiz-ku. Ya'ni fe'l agar qildim deydigan bo'lsak, fe'l ma'no anglatmay qoladi. Shuning uchun ham u qo'shma fe'l va ozod so'zini o'ziga biriktirgan, birgalikda ma'no anglatish uchun. Ikkinchi shakli qo'shma fe'lni fe'l plus fe'l shaklidagi qo'shma fe'llar. Bunday qo'shma fe'llar qanday bo'ladi? O'zi qo'shma fe'l deb aytib turibdi. Ikkita fe'l degan. Qo'sh degani birga birni qo'sh yoki birga ikkini qo'sh. Qisqasi nimagadir nimanidir qo'shishimiz kerak. Qo'shma fe'lda esa fe'lga fe'lni qo'shishimiz kerak. Ikkinchi shakli ham fe'lga fe'l qo'shilishi orqali yasaladi. Va bunday qo'shma fe'llar o'rtoqlar, ikkala qismi ham o'z mustaqil ma'nosini saqlagan bo'ladi. Masalan, men bozordan ko'kat olib keldim desam, ko'katni ham olganman, ham uyga kelganman. Ikkala fe'l ham o'z ma'nosini bajaryapti, ya'ni o'z missiyasini ado etyapti. Yoki men ukamga yangi kiyim olib berdim desam, olib bermoq, ham men uni olganman, sotib olganman-da, ham berganman ukamga. Yoki mening dadam bozorda mol olib sotadi desak, olib sotarlar bo'ladi-ku. Ham u sotib oladi, ham boshqa birovga sotadi. Ya'ni ikkala fe'l ham o'z vazifasini, o'z ma'nosini mustaqil holda saqlagan bo'lsa, bunday holat fe'l plus fe'l shaklidagi qo'shma fe'lga misol bo'la oladi. Lekin o'rtoqlar, shunaqa joy narsa bor. Fe'l plus fe'l tarkibli birliklarning ikkinchi qismi o'z ma'nosini yo'qotgan bo'lsa, bu ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bo'ladi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasida o'rtoqlar bilasizlar, yetakchi fe'l, yetakchi fe'l plus ko'makchi fe'l shaklidagi birikuv bor. Ko'makchi fe'l. O'sha birikuvda yetakchi fe'l o'z ma'nosini saqlaydi. Ko'makchi fe'l esa yutilib ketadi o'rtoqlar. Ko'makchi fe'l odatda mana shu yetakchi fe'lga tobe bo'lib qoladi va u yutib yuborgan taqdirda ham, yetakchi fe'l ko'makchi fe'lni yutib yuborgan taqdirda ham hech qanday ma'no o'zgarishi bo'lmaydi. Misol uchun, ukam yangi kitobni o'qib chiqdi desam, kitobni o'qish mumkin, lekin kitobdan chiqish mumkinmi? Yo'q. Ukam yangi kitobni o'qib chiqdi. Qaysi fe'lga teng bo'la oladi? Agar teng desak, o'qidi. Ukam yangi kitobni o'qidi. Ma'no o'zgarishi bo'lyaptimi bironta? Yo'q. Ya'ni mana bu ikkita fe'l, o'qimoq ham fe'l, chiqmoq ham fe'l. Ikkita fe'lning birinchisi yetakchi fe'l o'z mustaqil ma'nosini saqlab, ko'makchi fe'l bu yerda hech qanday ma'no vazifasi bajarmayotgan bo'lsa, bunday fe'llar ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi hisoblanadi. Aslida ma'noni saqlagan qism yetakchi fe'l, lekin nomi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi. Sabab bunga yordam berish uchun bitta qo'shimcha fe'l keladi. Bu ko'makchi fe'l hisoblanadi. Nomidan ham ma'lum bo'lib turibdi, yetakchi. Yetakchi har doim o'zi mustaqil, lekin ko'makchi unga yordam beradi. Xohlasa yetakchi ko'makchini ishini ham bajarib ketishi mumkin. Mana o'qib chiqdini biz o'qidi deb ayta olamiz. Yoki mehmonlar ketib qoldi desam, mehmonlar ketgan, lekin uyimizda qolganmi? Yo'q. Faqatgina qoldi birikmasi bu yerda ketganligini yana ham kuchaytirish uchun ishlatilyapti. Ya'ni ko'makchi fe'l bo'lib kelyapti. Mehmonlar ketib qoldini biz yetakchi fe'lni o'z ma'nosini saqlagan shaklda qanday aytishimiz mumkin? Mehmonlar ketdi. Ukam yig'lab yubordi desam,
U yig'lagan, lekin biron narsani yuborganmi? Yo'q. Faqatgina to'satdan yig'laganini bildirish uchun yig'lab yubordi degan birlik ishlatilyapti bu yerda. Buni ko'makchi fe'lni yetakchi fe'lga yutqizib yuborsak nima bo'ladi? Ukam yig'ladi. Lekin endi qo'shma fe'lda shu xususiyat bormi? Misol uchun, olib kelmoqni men bozordan ko'kat olib keldim degan gap tuzuvdik. Men bozordan ko'kat oldim deb qo'ysak, kelmoq fe'lining ma'nosi yo'qolib ketadi bu yerda. Lekin kelmoq fe'l ham ma'no anglashtirib turibdi. Olib keldim, u ham olgan, ham kelgan. Ko'makchi fe'lda esa aksincha, faqat yetakchi fe'lning ma'nosi bo'ladi, ko'makchi fe'lning ma'nosi bo'lmaydi. Bu ajratish usuli edi. Endi ravishdosh. Ravishdosh qanday ajratiladi? Bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar bor. Bularni ham o'rganib chiqsangiz ziyon qilmaydi. Ravishdoshda o'rtoqlar birinchi fe'l, ya'ni ravishdoshdan bilamiz, ikkita fe'l plus fe'l bo'ladi. Fe'l plus fe'l shaklida bo'ladi. Faqat bunda e'tibor berishimiz kerak. Birinchi fe'l ravishdoshda qay holatda, qay vaziyatda, qanday qilib kabi so'roqlarga javob bo'ladi. Ya'ni fe'l hol vazifasini bajarayotgandek taassurot qoldiradi odamda yoki ravish vazifasini bajarayotgandek taassurot qoldiradi. Misol uchun, u barchasini qo'rqib gapirdi desam. Hozir buni tuzib ko'rsataman. U qo'rqib gapirdi. U barchasini qo'rqib gapirdi. E'tibor beramiz. U kim? Ega. Barchasini nimani to'ldiruvchi qo'rqib gapirdi. Nima qildi? Kesim. Kesimning tarkibi ikkita fe'ldan iborat. Qo'rqmoq va gapirmoq. Bunday vaziyatda so'roq berib ko'ramiz. U barchasini qo'rqib gapirdi. U barchasini qay holatda gapirdi? Qo'rqib gapirdi. Demak, agar ravishdoshning birinchi qismi qay holatda, qay vaziyatda, ravishdoshning uzr, fe'l plus fe'lning birinchi qismi qay holatda, qay vaziyatda kabi so'roqlarga javob bo'lsa, bunday birikma ravishdoshli birikma bo'ladi. Mana 3 ta misol keltirib qo'yganman. Hozir 3 ta misol holatida ko'rib chiqamiz. Keling. Radiodan har soat ob-havo ma'lumotlarini aytib kelyapti. Aytib kelyaptida e'tibor bersangiz, kelyapti ma'nosi yo'q. Aytyapti, lekin nimadir kelyaptimi? Yo'q. Buni aytmoq fe'li kelyaptini yutib yubora oladi. E'tibor bering. Radiodan har soat ob-havo ma'lumotlarini aytyapti. Aytib kelyapti, aytyapti. Ma'no o'zgargani yo'q. Demak, faqatgina yetakchi fe'l o'z ma'nosini saqlagan bo'lsa, bu ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi. Endi ikkinchisi, Anvar bugun tushlikka do'stlarini aytib kelyapti. Ham do'stlariga aytgan u, ham do'stlar bilan birga kelyapti. Ikkala qismi ham o'z mustaqil ma'nosini saqlagan. Bu qo'shma fe'l. Endi keyingisiga e'tibor bersak. Bolalar maktabdan qo'shiq aytib kelyapti. Bolalar maktabdan qay holatda kelyapti? Qo'shiq aytib kelyapti. Demak, qay holatda kelyapti? Aytib kelyapti. Bu ravishdosh bo'lib ketyapti. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki bizda agar ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bo'lsa, faqat yetakchi fe'l o'z ma'nosini saqlaydi. Qo'shma fe'l bo'lsa, har ikkala fe'l o'z ma'nosini saqlaydi. Agar ravishdoshli so'z birikmasi bo'ladigan bo'lsa, ravishdoshning ib, ay qo'shimchasini olgan qismi qay holatda, qay vaziyatda, nima maqsadda, qanday qilib kabi so'roqlarga javob bo'ladi. Bu ushbu uch birlikning bir xil qo'shimchali ushbu uch birlikning bir-biridan o'zaro farqi edi. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.